bu yerda berkingan odamni ko'ryapsizmi? Endi bu yerdachi? Bunisida esa aniq ko'rmayotgan bo'lsangiz kerak. Bugun men shunaqa berkingan odamlarni topishim kerak bo'ladi. Va bizda 6 ta ishtirokchi bor. Bularning hammasi mana shu katta dachada niqoblar bilan berkinishadi. Chunki bu videoda biz niqobli berkinmachoq videosini olamiz. Bari bo'lsam hamma berkinishga ketsin. Va do'stlar, shu bilan vaqt ketdi va bolalarni berkinishiga atigi 2 soat beriladi va 2 soatdan keyin esa men ularni qidirishga kelaman. Va ana endi esa men dasham chiqib ketdim. Bizda-chi sirli ishtirokchi bor. Sirli ishtirokchi? Da. Tipa yangi bolaman. No, yangi bola emas, taniysan uni. Ya shoshing, berkinadimi nima u? Xullas, yaxshilarni shuni topasan, ko'rasan. Qo'llayotgan sirli ishtirokchini videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasiz. Va endi bo'lmasam, video boshlandi. Goblin, bu videoda nima qoldi? Darknet 7-qismni so'rayotgan insonlar, bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki Darknet 7-qism chiqishdan oldin sizlar mana shu challenge deb o'tgan voqeani bilib olishingiz kerak bo'ladi. Chunki Darknet 7-qismda qanaqa klon kelishi va yana boshqa ma'lumotlarni mana shu videoda bizni kutmagan holimizda klon va sirli qahramon kelib ochishdi. To'g'risi men o'zim hayratga tushdim va qolgan ishtirokchilar bundan qo'rqib ketishdan xavotir oldim. Lekin to'liq voqeani video davomida to'liq ko'rib chiqing va albatta o'zlaringiz fikrlarini kommentga yozib qoldiringlar. Va aytgancha, agarda bundan keyingi video Darknet 7-qism bo'lishini xohlasanglar, вот, shuncha so'radinglar. Sizlarga ikkitagina shart, har doimgidek birinchisi 101 ming like, hozirroq like bosing. Keyingi shart, ya'ni ikkinchi shart esa 22 ming yangi obunachi kerak menga. Shuning uchun ham obuna bo'ling, tezroq 4 millionga chiqaylik, chunki bu mening orzuyim. Va endi bo'lmasa navbat ishtirokchilarimizni niqob yordamida berkinishiga. Let's go. Bizda polniy dacha bor va bu yerda sirli xona bor. Yopiq. Men mashina bekiraman. Ustimdan bo'yab qo'yinglar. Men mashina qayerdadir qolishim kerak. Hamma uy ichiga qochdi. Men bo'lsa tashqarida bekinaman. Chunki birinchi bor uy ichini qidiradi, uydagidan topadi, keyin bo'lsa meni oxiri topadi. Bo'pti, yaxshilab berkininglar. Bo'lmasam biz dashdan chiqib ketdik. Va endi yuring, mashinada o'tirib biz aylanib yuramiz. Mashina uy bilan issiq ekan. Endi men bo'lsa qatga bekinsam ekan, ha? Qatga bekinsam ekan. Hojatiga bekinsanmikin? Yo'q, bu odam bittada topqollar omonxonani. Osonroq joyiga bekinish kerak-da. Tepaga yopish olaymi-ki, Spider-Manga o'xshab. Bizda mana shu dekorativniy devor bor. Hozir bitta kadrda ko'rsatib ko'raman. Qanaqa bekinish mumkin? Variant. Misol uchun mana shunaqa. Hop, yotoqxonagami? Vo, mashina qachdi tegiga kirib olsammikin? O'yo, Mahmudda kompyuterlar bor ekan. Voy, buncha joy ko'p. Qaysi biriga bekinsam ekan? Mahmudda tepali ham bor ekan. Hop, o'ylashim kerak. Yo'q, men pastga tushib ketaman. Bu yo'lga bola chiqib o'tdi. Xullas jigarlar, hamma ichkariga bekon oldi-yu. Omon tashqarini keyin oxirida qaraydi. Chonsidan birinchi ichgan qaraydi, ungacha qolganlarni topib bo'lsa kerak. Men hozir prям zo'r joy topishim kerak. Hech kim o'ylamaydigan bo'lish kerak. Ketdik. O'tinlarni tegir ustiga o'tinlarni qo'yib olsamchi? Yo'q, bo'lmaydi. Bu oddiy berkinmachoq emas, bu niqobli berkinmachoq-ku. Bolalarning eng yoqtirgan xonasida polga hech kim qaramaydi. Shunga ham mana shunaqa variant haqida o'yladim. Eng pastdagi stoykani tagiga tushib oladi. Men esa примерно mana shunaqa bekinaman. Слишком oddiy narsa. Menga o'zlaringiz bilasizlar, men juda ekstremal narsa yoqtiraman. Поэтому bu yerda pardalar ham bor. Orqasiga bekinishimiz mumkin. Lekin bu oddiy bekinmachoq emas, niqobli bekinmachoq. Shunga ham men примерно mana shunaqa turishim mumkin. Lekin bizda hozir 2 soat bor, shunga ham yana ko'proq joy qidirib ko'raman. Bitta maskirovka xayolimga keldi. Men baribir ozg'inman-ku. Shuning uchun prosta men buni oldiga bundoq turib. Top bo'lmaydi-ya mana. Niryan-a? Va bolalar berkingungacha men mazza qilib, xohlangachim qilaman. Va aytgancha, men bitta o'zim emas, men bilan birga Maqsudam bor. Yo, o'rtoqlar, hozir biz Omon aka bilan ko'ngil xushlik qilamiz. Birinchi yo'l biza qiladigan ishimiz, sizlar yozgan kommentariyalarga javob beramiz. Ya'ni top 3 ta siradan kelgan qiziqarli savollarga. Maqsud tayyormisan? Davay. Va eng qizig'i, bu hamma qiziqarli savollar Darknet mavzusi bo'yicha, ya'ni bizning eng mashhur serialimiz va har bitta seriya salkam 10 million prosmetr bo'layotgan Darknet serial haqida gapiramiz sizga. Xo'p, birinchi savol, Darknet 7-qism qachon chiqadi? Darknet 7-qism, to'g'risini aytsam, sizlar bu videoni ko'rayotgan paytinglar, biz o'sha Darknet 7-qismni suratga olib bo'lgan bo'lamiz. Faqatgina u video shunaqangi masshtabli video va shunaqangi qiziqarli video bo'lganki, montajga sal ko'proq vaqt ketdi. Shuning uchun ham to 7-qismgacha sizlar mana shu videoni ko'rib turibsizlar. Va agar sizlar tezroq 7-qism chiqishini xohlasanglar, hozirroq like bosinglar. Va albatta 101 ming like va 22 ming yangi obunachi bizga kerak. Ya'ni Darknet 7-qism chiqadi deb so'rayotgan hamma obunachalarim uchun Darknet tez kunda chiqadi. Aynan
bo'lgan qachonligini YouTube kanalimizda kuzatib borsanglar bilasizlar. Va ikkinchi savol Sardorda so'rashyapti. Sardor qayerda? Sardor qayerga yo'qolib qoldi deb. Sardor hozir to'g'risi bu haqida men hech qanaqa ma'lumot berishni xohlamayman. Faqatgina mana shu Darknet 7 va 8-qism ketma-ket chiqadi. O'sha paytda ko'rib bila olasizlar do'stlar. Chunki ishoninglar, juda bir bomba bo'lganda yangi qism. Shuning uchun ham like bosinglar. Xo'p, oxirgi savol berib bo'ldi. Keyin ketamiz. Uchinchi savol 4 million obunachiga ham fan strecha qilasizmi deb so'rashyapti. Xo'sh, do'stlar, 4 million obunachiga fan strecha qilamanmi, yo'qmi? Uni oldin 4 million bo'lgandan keyin bilib olamiz. Shuning uchun ham hoziroq obuna bo'lmagan hamma obuna bo'lsin. Chunki 4 million obunachiga qancha? 400 qanchadir ming. Balkim siz videoni ko'rayotgan paytingiz o'sha undan ham kam qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hoziroq obuna ham bo'linglar. Всё. Ana endi bilasanmi nima qilamiz? Nima qilamiz? Ko'chada merchim bilan yurmaydi. O'rniga bir boshiga kiyim oling. Shuning uchun ham samanga kiyim olib berasan. Bo'ldi, davay. Ketdik bo'lmasam. Ular o'zicha tepalik ichib qotdi, lekin bilaman birinchi bo'lib shatqatiradi. Voy, bo'pti, kadubkalar bor ekan. Kadubkalarning odasiga hozir bir amallab berkin bo'laman, ko'rasiz o'zinglar ham. Omonxon o'chni topolmaydi. Xo'p do'stlar, men qatga yashinsamikin, ha? Ko'chadagi basseynda o'sha sari cho'milib yotibdi. O'shaning uchun men o'tga yashinolmayman. Ichkaridagi basseyn. Ichkari basseynga kirsang nima bo'ladi? Umar bor ekan, qoch. Xullas bolalarni haydamasam o'sha meni joyimga kelib olmoqchi. Birinchi navbatda men bu yoqda qanaqa qilib berkinish yo'lini topishim kerak. Voy, yuzimni to'sib olsamchi? Yo, men kiyib olaymi? Va shunaqa qilib Umarbek o'ylagan g'oyasi bo'yicha beligacha korobkalarni kiyib oldi. Xullas o'rtoqlar, men hamma xonalarga kirib chiqdim. Menga ikkita variant keldi. Bittasi ustimga toshlab qo'ysam dedi. Tasavvur qilinglar, qo'lim mana bundoq qilib, yana bitta turba bo'lib oldim. Qaranglar, hozir menda bitta variant, mana shu. Yana bitta variant ko'ramiz. Agar bo'lmasa, mashina nimadir qilib ko'ramiz. Короче, jigarlar yana bitta joy o'ylab qo'ydim. Men bu kolonkani otaveramiz-da. O'rniga o'zim kolonka bo'laman. Tepada knopkalarim bo'ladi. Bittasini bossa mana kolonkada o'tirib beraman, qara. Voy. Mana qaranglar, ichi bo'sh. Ichiga kirib olsamchi mashina? Loyiq ekan. Mana shunda hamma joy ko'rib tursa bo'ladi. Hozir men bitta grim qilaman, shu bilan omon bo'ldi, meni umuman topolmaydi. Ima bu qanaqadir tumba bor ekan. Uy! Odam bor ekan, bu yerda joy egallangan. No yaxshi joy topibdi. Xo'p, men qatga yashinsam bo'ladi. Suvda ko'rinib qolaman. Qatga yashinsam bo'ladi. Bizda gazon bor ekan-ku. Gazonga yotaman, top-toza gazon. Kelib ustimga prosta tak o'tlardan qo'yib qo'yishadi. Yuzimni yashilga bo'yab qo'yaman. Bo'ldi, meni strategiyam shu. Men tayyorlanaman. Do'stlar, hozir men nafas olishim uchun mana shu kadubkani yuzimga moslab kesib olaman. Ketdi mana. Bilmadim bundan keyin Omonxon meni ko'radimi yoki yo'q. Lekin menimcha eng atushi berkin o'tgan, zo'r berkin o'tgan o'zim bo'lsam kerak. Shu nafas olishim va ko'rishimga udobniy bo'lsa bo'ldi. Bundoq qilsam. Ana, hozir mana shu chiqib turgan yuzimni grim qilamiz va Omonxon meni ko'rmaydi. Men bo'lsa Omonxonni ko'raman. Va endi do'stlar, biz kiyim olishga keldik va ko'rib turganingizdek shunaqa bir kiyim maskaniga keldik. Ismini ayta olmaymiz. Qara, Maqsud. Meni ustimda har doim meni merchim va nima deb o'ylaysan? Ko'chada yurganda qanaqa kiyim kiysam yarashadi? Men o'ylayman, klassik kiyimlar kiyishingiz kerak. Shu menimcha sizga ancha yarashadi. Bo'lmasam hozir Maqsud menga 3 xil obraz qilib beradi va uni kiyib ko'raman. Baqani ko'ramiz, menda qanaqa o'zgarish bo'ladimi yoki meni merchim menga ko'proq yarashadimi? Buni albatta siz yozib qoldirasiz. No, menga rang-berang narsa yoqmadi, shuning uchun ham hozir. Oy do'stlar. No, sal qalin, lekin o'zingiz baho beringlar. Oy do'stlar. To'g'risi sen bunisi mana o'zimga ham yoqdi. Polniy ko'rinishi. Men nima desizlar, shu ko'rning olayman. Xuddi shu paytda Sara Maloy berkinish uchun juda ham zo'r g'oya topdi. Hozir men manekenlar hammasini olib qo'yish kerak deb polniy. O'zim mana bu yerga olaman. Mashi ideya menimcha zo'r bo'lsa kerak. Omon kelsa ham menimcha maneken deb o'ylasa kerak, topolmaydi deb o'ylayman. O'shaning uchun hozir manekenlarni qo'yib, sekin o'zimni yuzimni bo'yashga o'tamiz. Va Sara Maloy ham o'z g'oyasini amalga oshirish uchun birinchi bo'lib manekenlarni bitta joyga yig'ib oldi. Mana manekenlarni qo'yib oldim. Endi o'rtasiga tushib olaman. Shunda Omonxon meni topolmaydi. Hozir men bitta joyga qarab qo'ydim, o'ylashim bo'yicha eng ideal variant deb o'ylayman. Men 100% uverenman, shu yerda million so'm yutishimman. Mana men bu joyini bir teshib, nimadir qilib, teshib, masjidga maskirovka qilib bekin olaman. Приблизительно ko'rsatib bering, mana men buzmoqchiman hozir.
Ну вот, в принципе, shu teshikchaga ichkariga kirib o'tirib olaman, boshimni chiqarib olaman. Grim ananasdek bo'ladi va bularning orasida по-любому sezilmayman. Hozir men sizlarga primerni qanaqa ko'rinishini ko'rsataman. Mana bunaqa grim bo'ladi, ananasdek 100% ko'rinmayman. Va bu paytda grimyorlar Oybek akani butalar orasida ko'rmaslik uchun yuzini yaxshilab grim qilishdi. Bizda уже maska tayyor. Endi bu teshikdan qarab tursam hech kim farqlolmaydi. Do'stlar, men bu o'tni, men bu gazonni zo'r joy deb o'ylab turdim. Lekin men bu sun'iy gazonni topib oldim. Menimcha mana shunday ochilar ekan, qaranglar. Gilamga o'xshab. Hozir shuni shunday tegiga kiraman-da. Boshim uchun, men bu yuzim uchun teshik qilib turib, o'sha teshikdan yuzimni chiqarib olib, yashilga bo'yab qo'yaman. Keyin yotiraman, tayyor bo'laman challenge-ga. Qani bo'lmasam ketdi. So, bravo, мне помоги. Hozir qaranglar, yopasan, gapiraman, ovozim chiqqan joyga qo'lingni qo'yib ushlab turasan, keyin men pichoq olib kelib teshaman shu joyga. Oy. Va bola berkayotgan payti biz parkka keldik. Va hozir Toshkentdagi eng katta amerikanskiy gorkada men Maqsudni uchaman. Maqsud, sen oldin uchganmisan hech? Yo'q, men birinchi marta uchyapman. Hozir bilmayman qanaqa emotsiyalar bo'ladi. Yo'q. Bo'lmasa, davay chiqdik. Oy. Bolalar qanaqa berkayotdi bilmadi-ku, lekin biz mazza qilib beramiz. Let's go. Do'stlar, biz ana endi chiqib qoldik va hop, qanaqa emotsiyalar Maqsud, qanaqa emotsiyalar? Ben hozircha normal, chunki asta sekin tepaga qarab chiqib ketyapman. Hozir eng yomoni pastga tushib ketishi bo'ladi. Mana bu odamlar aylanadigan joyi ham bor ekan. Va xuddi shu paytda Umarbek korobkalar yordamida yuzga niqob yasab oldi. Do'stlar, grin tugadi. Ko'ryapsizlar, korobkaga aylanib qoldim. Hozir korobkani ko'ramiz, ko'rinamanmi yo'qmi? Qanday do'stlar? Oho, hayotda topolmaydi. Kommentariyada yozib qoldiringlar, kim oxirgi bo'lib topiladi? Menimcha men yutsam kerak. Gapir. Raz, mana. Ya, qo'rqmas. Sorry. Tak. Bo'ldi, shattu qo'ling shapka. Bo'ldi, shapti. Men o'zimni vazifamni bajara olmadim. Davay, Всё, давай, Bobur, спасибо. Va Sardor Shtayn o'zini yuzi chiqib turishi uchun gazonni kesib olib, yashirinish uchun tayyorlangan joyga yotib oldi. Teshikni qaranglar, bittada idealni kesganman. Gap yo'q. Endi bitta grimyor chaqirib olsang, meni yashilga bo'yab qo'ysa, bu men tayyorman o'yinga. Shu tarzda Sardor Shtaynning yuzini xuddi o'tni rangidek qilib qo'yishdi. Do'stlar, mana hozir grimimiz oxirgi qismlariga ham kelyapmiz. Va ozginadan keyin men shunchaki yer bilan bitta bo'lib ketaman. Yaxshi ma'noda. Asli esa shuncha mehnatga like bosib qo'yinglar, podpiska bosib qo'yinglar va kommentga Sardor Shtayn legenda deb albatta yozib qo'ying. Va oradan 5 minut o'tib Sardor Shtayn ham tayyor bo'ldi. Men o'ylayman, Omoxon baribir ham ichkarida ko'proq qidiradi, chunki joy ko'proq. Men shuning uchun ochiq joyda, ko'chada bekinaman. Shunga men bor imkoniyatdan foydalanishim kerak. Misol uchun, to'nkaning yoniga o'tirsamchi, ibam va mendan misol uchun to'nka yasasachi. Yo'q, bilin, ochiq joyda o'tirish vashshiniy variant. Bu paytda Sara Maloyni grimyorlar xuddi manekendek oq rangga bo'yab qo'yishdi. O'rtoqlar, xuddi qo'l oyog'imni boylagandek mana shuni turg'izib qo'yishdi. Bundoq qilsam, orqam g'alati bor, tortilayotganga o'xshaydi. Bundoq qilsam, yuzlarim. Atak, bu makiyajdan keyin Omonxon meni topolmaydi deb o'ylayman. Topib qolsa, men bilan aytib qo'ygan bo'ladi. Kimga o'xshaganimni kommentariyada belgilab ketinglar. Men o'zimni bitta odamga o'xshatdim, nima sizlarga podskaska bermayman. Sizlarning fikrlaringizni ko'raman. Va shunaqa qilib Sara Maloy o'zi topgan niqob bilan shu joyga berkinib oldi.